Nargiz opa, siz farg'onalik kosmetologlar ichidan ajralib turasiz, ya'ni doim tabiiylik tarafdorisiz va o'sha izminka va o'sha statusda doim ushlab turasiz. Menimcha bu narsani ushlab turish juda murakkabroq bo'lsa kerak. Imенно shunga qattiq kuch topasiz. Avvalambor har bitta odamda menimcha o'ziga yarasha vkusi bo'ladi. Meni vkusim juda ham nozik. O'zim ham juda ham yaxshi ko'raman tabiiylikni. 41 yoshga kirgan bo'lsam ham o'zimga ham ortiqcha bo'ltirib bormaganman. Har bitta mijozga, ya'ni patsientlarga o'zimni yuzim deb bilaman. Nargiz opa, Farg'onaga 20 yil oldin meni tabiiy rastoshovkani siz olib kirgansiz. Siz qayerda o'rgangansiz, qayerda o'qigansiz, ustozlaringiz kim? Bu savolingiz juda ham o'rinli bo'ldi. Почти mana 20 yil bo'lyapti ekan. U paytda meni ishimni ko'proq yevropeyskiy insonlar tushunardi. Ya'ni rus millati, koreys millati. Endi oxirgi 2 yil, 3 yilda bizni O'zbekistonga kirib kelyapti. O'sha bizni ham ayollarimiz Yevropaga qarab ketishyapti. Oldingi ko'kargan tatuajlar, chekkasida ham явно konturdagi qoshlar уже не в моде. Ko'p klientkalarim Rossiyada, ko'p Germaniyada, kimdir Izraelga ketgan, Amerikaga ketgan. O'shanda ham qildirishmasdan meni oldimga kelib, shunaqa darajada predanniy yana qildirib ketishadi. Xudoga shukr, hali ham markani ushlab turibman tabiiylik tarafdorligim uchun. Meni ustozim birinchi Rossiyada bo'lgan, Olga degan ayoldan o'rganganman. Noginsk shahrida o'rganganman, Yelena degan ayoldan o'rganganman. Bizda Farg'onada Gena degan koreys ustozim bo'lgan, ulardan o'rganganman. Misol uchun ikkita do'kon kelsa, sizga klient bo'lib, ikkalasi bir xil vaqtda tatuaj qildi, lekin ikkalasiniki ikki xil o'chdi. Misol bittasiniki 4 yilda o'chib ketdi, bittasiniki 8 yilda o'chib ketdi, to'g'rimi? O'shani farqini aytib bering. Bu nimaga bog'liq? Har bitta organizmda qanday kraskani o'ziga воспринимать qilishga bog'liqda. Tekstura kojasi ham har xil bo'ladi. Kimdadir qalin epiderma bo'ladi, kimdadir elastikniy bo'ladi, kimdadir o'sha qotib qolgan bo'ladi. Unaqa terilardan ham ishlab bilish kerak. Men lekin 100% aytalaman, har bitta teriga individual yondasha olaman. Nargiz opa, rastoshovka haqida 3 ta faktni keltirib bering. Birinchisi, yuziga yarashtiradigan formani 100% qilib bera olaman. Ikkinchisi, meni kraskam Amerikaniki, qizarmaydi, ko'karmaydi. Uchinchisi, tabiiy chiqadi, har bitta qoshini tolasi ko'rinib chiqadi. Nargiz opa, sizga kattakon rahmat savollarimga javob berganingiz uchun. Agarda yana qanaqadir Nargiz opamga tegishli savollar bo'lsa, qiziqsalaring bemalol menga aytsalaring, men vaqtdan foydalanib, vaqtlarini olgan holda iltimos qilib, albatta savollaringga javob olib beraman. Rahmat. Sog' bo'ling.